Xo'sh deyolmadim. Abduriy Gulchehra Abduqodir. Ovozda Toyirjon Yusuf, Rahila Musa. Ikkinchi qism. Sevgi, kutish, seg'inish, tasalli tepish. Hamma narsa men uchun yot edi. Hammang yiroq edi. Kundan kunga yodab, ustixonlarimning cheqilib og'rishlariga bardoshlik berolmayla qilyapman. Mahallamizning orqasiga joylashgan qabristonlikdagi shivoq supurgining puraqlarini, kimlargadir birlari tikib qo'ygan jigdilarning chechak puraqlarini g'oyibi puraydigan bo'lib qoldi. Men hayot turibla shu kishilarim bilan xiyoliy yashayapman. Dadamning kuchlik mo'risiga yo'linib uxlayapman. Quloqlariga pat arada qiyishingizga boraman dada deb pichirlayapman. Sestra singlimning to'y ko'ynagini shunchalik chiroyli tikdimki, cho'qim to'y marosimida bu ko'ynak alohida kayfiyat, alohida romantiklik elib, xushallik beg'ishlaydiganligiga ishonibdi. Mening qalbimdagi ulug' tilaklar bu ko'ynakning har bir inchiki pastollarga singib ketgan edi. Xaridorlarning ozdur ko'pdur badan nuqsonlarini yepish, go'zalligini namoyon qilish, ularning bo'y egizligi, chiroy shakliga asosan kiyim lohiyalash mening ortiqchiligim edi. Shunga men moda kiyim tikkuchi, shundaqla o'z kiyimlarimning modeli edim. Asli men ayollar uchun bir boylik, go'zallik yaratquchi edim. Men hammaga haqliq edim, arziydim. Taqdiri menga bog'langan noma'lum yigitning omonati edim. Yigit uchun yaralgan g'uncha guli edim. Men ham to'y ko'yniga kiyishga loyiq bir nozik qiz edim. Sanoqli kunlar menga yaqinlashmoqda. Ömrümde kiyish nasib bo'lmagan tunji va eng oxirgi tikkan to'y ko'ynagini egasiga balduroq topshirish uchun u bir juftlarni billa tamoqlanishga taklif qildi. Shundoq latofatlik, suratdek chiroyli bir juft oshiq. Ular men tarafga qarab kelmoqda. Biz havas qiladigan odamlar to'pida biz bilmaydigan qabohatlik tushlarning bo'ladiganini, agarda beshimga kelmagan bo'lsa, men cho'qim his qilolmaydim. Chunki insonning ichki dunyosi u bir dunyo. Uni faqat shu kishining o'zi biladi. Albatta, biz munozara va muhokama qilg'uchi, ochiqroq aytsak, biz paraz qilg'uchi xolos. Ko'zlaridan o't chaqnab turgan bu bir juftlarning yarashgan, moslashgan taqi-turqiga qarab, ixtiyorsiz illiq bir sezim butun badanimga tarab ketdi. Shafqat, bu yoq Gulshanadan bo'ladi. Kiyim modeli, ham kiyim tikkuchi, to'y kiyimimning loyihaliguvchisi, ham ijodchisi. Go'zal qizlarning faxrisiz edi. Ko'rishganimdan xushalman. Bak yiqishliq ekansiz. Qayni ustalga yaqin kelinglar. Ko'nglinglar tatgan tomoqlarni xohlagancha buyurtinglar. Dadamman egiz bo'yliq, oq yuzlik, qora qashliq bu kelishgan yigitga diqqatimni berib, Aliyaning muhabbati hammani yengadi. Bu yigitni kasal yiqitolmaydi. Deb o'zimga, xiyollarimga, ansirashlarimga orom beratdim. Baxtli yashashlar bo'lsin. Aliya, sizga ko'p rahmat. Aliyani bag'rimga shundoq bosqin bo'lsa-mu, jur'atim yo'q edi.
mening chiroyli qadamsiz. Rahmatlar oldi bilan sizga bo'lsin. Ruxsat qilsangiz, sizni shundoq bir quchoqlab ba. Dedi Aliya, ham meni bag'riga bosdi. Bu qitimli qo'shlashish har ikkimizga ayon edi. G'ayratli bo'ling hada. To'y ko'ynagim uchun rahmat. Mening paraz qilganimdan ortiq g'ayratingizga rahmat. Biz xo'shlashdik. Garchi oddiyla xo'shlashgan bo'lsak-mu, yuraklarimizning so'qishlarini tushunishib turardik. Men ularning ko'z qarchig'ida yenik, xotirjam mangan simoyimning mangulik qilishi uchun xuddi sahnada mangandek yenik qadamlarim bilan mangdim. Sestra singlimning men uchun ochiq qismatim uchun yig'layotganini ko'ngil aynigimdan ko'rib turadi. Biz yig'ladik, lekin cho'qan sanmadik. Biz xo'shlashishlarning g'irib bo'sug'isida oddiyla xo'shlashdik. Kiyim tikish korxonamni nomini o'zgartmaslik shartim bilan men bilan birga tirishgan mehribon shogirdlarimga hadiya qildim. Gulshan xonim kiyim-kechak korxonasi. Bu Viviska. Viviskadagi chiroyli rasmim. Rasmdagi mening orzularim bu shaharga aslima bo'lib qoldi. Bu shahardagi mening qisqagina 12 yillik hayotimga guvoh bo'lib qoldi. Go'zal bir kelgusimni yoritish uchun kech-kunduz tirishgan menga yolg'izlik, jimjitlik tuyg'ulari bergan. Eng muhimi bir kishilik o'rin va imtiyoz bergan bu shaharga mehrim bor edi. Qiyammaslik, xo'shlashamaslik, qabul qilinmaslik meni qiynaydi. Bu shahardan ayrilish uchun tong suzilmasda aerodromga yo'l oldim. Saharning attiganlik salqin havolarimi tenimni ochiq chaqatdi. Mening ketkinimni biladigan kishilarimmi bu shaharda yo'q deyarlik edi. Faqat shogirdlarim, menga bag'rini ochgan muallimning singisi, yo'ldoshi va 2 o'g'lidan boshqa hech kimim yo'q edi. Har nishonlari uchun safarga chiqqan yo'lchilar orasida cho'nglarmi, yoshlarmi, bolalarmi, hatto bu vaqt ko'tarib olgan onalarmi bor edi. Ularning ba'zilari qizg'in, ba'zilari horg'in degandek har xil kayfiyatda edi. Yenimdagi o'rindiqda o'ltirgan men bilan bir dematlik qizning qizg'in so'zlashayotgan telefon paranglari diqqatimni tortdi. Dada, yana 2 soatdan keyin didorlashimiz. Hada, sayohatim ko'ngillik bo'ldi. Ha, rahmat. Bo'ldi, og'ili chiqmagan. Bolalar bilan dadasi chiqmoqchi. Do'stlarim bilan birga qaytadigan bo'ldik. Ha, birga qaytdik. Shundoq baxtiyor qiz. Shundoq xotirjam bir hayot. Quchoqlashib ko'rishish, erkilab turib suyish, balam deb balalarni bag'riga besish. Men g'ilpal ko'zimdan uchgan bu ko'rinishlardan yig'lavatmaslik uchun o'zimga qaytdim. Baxtlik bu ayolga baxt degan siz degib keldi. Lekin bu ayolning nazarida menmu o'xshashli baxtdirman. Chunki mening shundoq silva badanimga moslashgan yipak ko'ynaklarim, ko'zimga taqib olgan rangli ko'z aynaklarim, qop-qora sochlarim, sup-suzuk chiroyimdan baxtsiz taqdirimni topa olishim mumkin emas edi. Lekin men hayotimning eng oxirgi bekatida turayotgan to'limi baxtsiz bir qiz edim. Oldimga chiqar odamim, bag'rimga bosar yaqinim yo'q edi.
Menmi bir chaqlarda dadam bor. Hayotda shundoq baxtli edim. Dada, men qachon jin bo'laman? Mening qachonmi chiroyli tak ayiqim, usul ko'ynigim bo'ladi dada. 4-5 yosh chaqlarim edi. Arzularim bor edi. Cho'ng bo'lasiz Malika. Chiroyli sumkangiz, esil kitoblaringiz, rangli qarindoshlaringiz, jiqqini saboqdoshlaringiz bo'ladi. O'qiysiz, ma'lum bo'lasiz. Cho'ng bo'lib, meni ham opangizni boqsiz dehi. Dadamning jarangliq so'zlari. Shopir ustam, harbiy doktorxonaga tezroq qaydasangiz. Qizimning dadasi hodisiga uchrabdi. Hozir jiddiy bo'limda ekan. Apamning shu kechadagi ansiz chiroyi, yenish-yenishlab meni bag'riga besishlari, yomg'irdak to'kilayotgan ko'z yoshlari, apamni ching tutib olgan 10 yoshlikman. Dadamning bizdan buncha tez ketishlarini xiyolimga kirgizmaganman. Hatto o'limni tushunmaydigan men. Qari bir taqdirlarning qo'ynida qolgan betalay qiz edim. Araq ichib, mas mashina haydagan bir kimning boyvachcha bolasi ishdan qaytib kelayotgan dadamni mashinada qattiq so'qib etgan edi. Bo'ladi ada. G'ayratlik bo'ling. Ichki ojizning ta'biga cho'qim yaxshiliklar bo'ladi. Qizingiz qo'rqib qoladi. Yig'lamang. Oz qoldi. Men opamning keynidan shugurib, dadam yotgan bo'limga kirdim. Mening botir dadam qo'llarimni tutib turib, opamga meni ishora qilib, bir nimalarni deyishga tamshadi. Lekin deyolmadi. Opam dadamning qarviti qishig'i shiqildi. Endi 10 yoshga kirgan men bu qabohatlik tushlarning orasida shunday qattiq shig'ladimki, dadamning onasi, cho'ng onam meni boyqush navram, bolamning yoldarmisi deb meni bag'riga besib, o'ldirib tutkicha shig'ladi. Biz hammamiz tuyuqsiz kelgan taqdirlar oldida amalsiz qoldik. O'qdak kelgan taqdir meni dadamdan ayirib qo'ydi. Apam tul atilib, yolg'iz ona bola bo'ldik. Mana shu kundan boshlab hamma o'zgardi. Uzun o'tmayla azroq pul qo'limizga tegishi bilan cho'ng onamda, dadamning qarindoshlarida cho'ng o'zgarishlar paydo bo'lishga boshladi. Cho'ng onamning o'g'limning uyga yot bir erni emas, aka qushning soyasini mo akirishga ruxsat yo'q. Bu uy bolamning. Bolamning ajri singan uylar bu. Boshqalarning kiyimlarini ko'ynakchilab tikib topgan pulingizning o'zingizdan oshmaydig'ini o'zingizga ayon. Sizga bolamning sug'urtasidan, idorasidan, yana texi hodisidan kelgan pulmi bu umringizga yetadi. Bu uyda haqqingiz yo'q. Uy Gulshanning. Shumliqingizdan 10 yildan beri o'g'limning izbosariga bira o'g'ilmi tug'anmadingiz. Azaldan sho'rsiz. Sho'rliqingiz bolamni yutib ketdi. Cho'ng onamning un selib yig'lashlari, tillashlari, g'ayvatxo'r ayollarga daf to'kishlari kundan kunga ovushga boshladi. Onamning mishildab yig'lab turib, "Jinim ana, undaq demisizlar. Men g'ayratga va'da berganman. Gulshanni yaxshi o'qitib." Voy, yaxshi o'qitamish. O'tgan kashkanlarning parang ordisiga aylangan shu ishxonangizdan eshinamsiz navramga, ha? G'ayratchan bolam, bechora bolam, hammani yot xotinga tashlab ketgan bolam. Voy est bolam, voy sho'r peshona bolam. Mush xotinning shumliqiga ketgan bolam. Cho'ng onamning yuzma-yuz turib aytgan haqoratlari, pat-pat yuz beradigan, nerib-neriblarni g'idiqlaydigan tuhmatlar, vaqirashlar, cho'ng onamning ikki qo'lini yon beshiga urib yig'lashlari, qo'lim qo'shnilarimizning jamlashlari,
Bechora Hajar ona balasiga chidamayotidi. Kelin bola, siz to'g'ri tushuning. Qirandak yigitdi, kuyimchan bola edi. Balasidan ayrilmoq oson emas onaga. Mushundaq jamlashlar bilan bu ko'ngilsizliklar oxirlashatdi. Men bundaq chaqlarda birda opamning egilgan gavdasiga qarab yig'lasam, birda ballari mukchaygan cho'ng onamga qarab, uning haqoratlik so'zlarini bir tushunib, bir tushunolmay ovora bo'latdim. Mening bir donim, mening hayotim, bu senmi? Nemancha yadab ketdim. Mening shirik baram. Meni qattiq jazoladi. Amalim, madarim yetkicha hamma yerdan izladim. Muallimga bergan xabaringdan hayot ekanligingni bildim. Seni bag'rimga bosqim keldi. Oxiri sen va'dangga amal qildim. Qaytib kelding. Bechora opam, betalay opam, ojiz opam meni yenish-yenishlab bag'riga bosatdi. Men g'ayratim bilan opamni tinchlantirishga tirishmoqdaman. 3-qism. Qarindoshnimi, ota bolanimi, qo'lim qo'shtinimi sinaydigan bu yetimchilik, yolg'iz qoldirishlar bizni dadamning musibatidan ortiq qiynamoqda edi. Amdala 32 yoshga kirgan opam birdilla dadamning qarindoshlarining ashaddiy dushmaniga aylanib qolgan edi. Biz shu ozg'ina pulning badaliga nurg'un dushman setib olgan edik. Chiroyli kiysak, g'ayratning o'limi yarashdi deydi. Sal tuvarak yursak, pulni boshqalarga xajladi deydi. Ish qilib bu pul bizning hayotimizdanmi qimmat edi. Dadamning yuzidanmi, o'limidanmi cho'ng edi. Hayronman. Hammadan oshirvatgani dadamning hadisi edi. U bag'alli yerida, tuqqanlar orasida, opamning do'stlari orasida, cho'ng kichiklarning oldida pitni pasat tarqitib, bechora opamni yer bilan yekson qilib etgan edi. Dadam hayot chog'da ulardek kuyimlik, ulardek mehrlik qarindoshlar yo'q edi. Halbuki dadamning o'limimi yoki shu nejis pulmi bilmadim, ham tushunmadim. Biz shu kichikkina uyimizdami aromiga yashayolmadik. Xotirjamligimiz dadam bilan birga ketib bo'lgan edi. Dadamning tuqqanlarining bayramlik yig'ilishlarida, cho'ng kichik to'ylarida biz yo'q edik. Ularning orasidan ba'zilari o'g'irliqcha, ancha-muncha bizni yo'qlab turadi. Bechora opam ko'ngil sanab dard to'kib qo'ysa, 2 kundan keyin bir to'qay bo'lib o'zimizga qaytib kelardi. Biz opam ikkimiz mana mushundaq 2 yilni ming bir mushaqqatlarda o'tkazdik. Pulning elib kelgan ko'ngilsizliklari biznimi, cho'ng onamnimi, dadamning cho'ng hadisinimi xeyli qiynadi. O'ttirdagi gap o'g'irlari hammani ostin ustin qilib, bechora cho'ng onamni hatto sotlargacha berishga majbur qildi. Uyning nomi mening nomimga o'tgandan keyin ularmi bizmi bir oz orom olgandek bo'ldik. Aradan 4 yil o'tdi. Opammi, menmi bu chetga qiqilgan turmushlarga ko'nibmi qoldik. Dadamning qarindoshlari meni asta-asta unutishga boshladi. Men ta'tillarda opamga yordamlashib, mashina tepishni, tugma qadashni, dazmol selishni o'rgandim. Bizmi shaharning sirtidan 80 necha kvadratlik uyni setib oldik. Tövan ijoralik uyni asosiy qatlamga qaytirib berdik.
Shu kunlarda asosiy qatlam kadrlarimi bizga ko'p g'amxo'rlik qilgan edi. Dadamning hodisa pullariga, idorasidan kelgan pullariga, opam shahar markazidan xeyli cho'ng do'kon ilib olgan edi. Bir necha shogirdlarmi bor edi. Turmushimizmi xeyli yaxshi edi. Opamning kuyimchan do'stlari ko'payishga boshladi. Ular har xil so'rinlarga opamsiz berishni xohlamas bo'ldi. Yolg'izlik yomon do'stim. Qizingmi bir kuni cho'ng bo'ladi, to'y qiladi. Sirtning odami bo'lib qoladi. U chaqda sen yolg'iz qolasan. 4 yil bo'ldi mana. Yig'lading. G'ayrat qaytib keldimi? Guldek chaqlaring yolg'iz o'tib ketdi. Sen mutag'i yosh. Turmushning shirinliklaridan huzur elishga haqqing bor. Uy dedi, ba'ding. Nevram dedimi? Bildimi? G'ayratga tutgan hozirlaring shularning inovati bo'ldimi? Yomon bo'ldi deydigan kiming bor? Yolg'izsan. Hayotdan huzurlan. O'zing topding. O'zingning haqqi. Balamo rizqi bilan yoriladi. Koinot beradi. Uning nasibasini. Dedi opamga davomli kiyim tikkizdigan moda semizrak kelgan do'sti Munavvar. Xoliya. Voy, nima degan mos kelishlar bu? O'mo yolg'iz. Sen uchinli kelgandek bu yurtqa. Seni-chu bir ko'ribla oshiq bo'lib qopdi. Uyingga akirsan, hammada sening hisob. Hammani qiladi sen uchun. Bolasimi yo'q. Tikandek o'zi yolg'izkan. Ko'rish baqqan. Qachongacha kishilarning tiliga, ko'ziga yaqin yuriysan deysan. Ha? 40 kirsang, kechkisan. Qamlashmasa yurtiga selibetimiz. Quloq jim sinishib baqqan. Sinoqdan o'ssa, to'y degan bizdan. Ha? Maxsus mushi uchun kelgan Soniya hadamma so'z qo'shdi. Ularning nazarida men yo'qli bir odam edim. Apamda yangi o'zgarishlar paydo bo'lishga boshladi. Do'stlari ko'paydi. Telefonda uchirlar ko'paydi. Men yolg'iz qoladigan, apam kashkirdigan bo'lib qoldi. Hatto ishimiz kechalarda chekiladigan. Birda pasayib, birda kuchaydigan pichirlashlar, hozirashlar paydo bo'ladigan bo'lib qoldi. 14 yoshlik men opamning mendan jiroqlayotganini qo'rqinish ichida his qiladigan bo'lib qoldim. O'z uyimda yastiraydigan, hatto yolg'iz qoladigan bo'lib qoldim. Apam kundan kunga satrashxonada, garimxonada, restoranda yoki do'stlar yig'ilishlarida, hatto jiroqlarga sayohatlarda bo'lishga boshladi. Men hatto muallimning uyida qo'nib qoladigan bo'ldim. Apam shunchalik o'zgardiki, na o'ginishim, na tamog'im, na salomatligim bilan kori bo'lmas bo'lib qoldi. Apam boshdan boshlag'ili hayot payzini surgili turdi. Atrofida kuyimchan, aqlli sirdosh do'stlari har xil bo'lib almashib turdi. Gulshanmisiz? Pah, nima degan chiroyliqsiz. Xuddi suratdagi malikalar. Mo'shundaq bir qizi bo'lishmi, dada uchun bir baxtchimi? Tunji ko'rishib, opamning yigitining bu so'zlari tallarimni saskandirib qo'yotdi. G'aliya, qizingiz sizga bakli o'xshaydi ekan. Yosh farqinglar bo'lmasa, olmishib qoladi ekansizlarmi? Egiz bo'y. Ko'zlaridan bir xil yiligarlik chiqib turadigan bu odamning biror so'zimi menga yoqmayotdi. Lekin adab yuzidan, opamga bo'lgan hurmat yuzidan untinsiz o'ltiratdim. Barliq g'ayratlarim, barliq yolg'on kulkilarim opamning xo'shalligi uchun edi. Bechora opam
katta rastlangan tamoqchi ustidan sovg'a qilingan bir tal olmos uzukdan, bir dasta qizil guldan, manga sovg'a qilingan sovg'atlardan yodini yo'qotgan edi. Oyay, G'olib, bakla ovora bo'lib ketibsiz. Oddiylik ko'rsak bo'ladi. Qizim uchun, o'zim uchun sizga rahmat. Ularning bir-biriga yer ostidan qarashlari meni beorom qilyotdi. Bir jup chiroyli qizlar. Sizlarga loyiq bo'lmadi. Keyin ko'nglinglarni talay qitim elib olaman. Gulshan qizim, bir ig'iz so'zmi qilmadingiz? Bo'pti, to'g'ri tushunaman. Xijil bo'lyapsiz. Öydimi shu. Gulshan kamsiz. Keyinroq o'zlashib qola. Apamning ovozi titrab chiqyotdi. Biz ancha hayol bo'lmayli qaytdik. Chunki mening jimjitliqim har ikkisiga o'ng'aysizliklarni olib kelgan edi. Shunday qilib dag'dug'uluq to'y murosimining tayyorligi boshlanib ketdi. Apam xuddi 20 necha yoshli qizlardek tetik, chabdas bo'lib ketgan edi. Xo'lim qo'shnilar, dadamning tuqqanlari orasida cho'ngroq, dag'dug'uluq to'y tayyorligi opamning baxti, izzati edi. G'olib akam bizning uyga ochiq oshkora kiradigan, hatto qo'nibmi qoladigan bo'lib qoldi. Uning atdeganda tayyorlagan nashtaligi, akiltib turib uyg'otishlari opamni baxt dengiziga g'arq qilib etgan edi. Uylarimizdagi dadamning suratlari qayoqlarga bir yoqlarga yig'ishtirildi. Hujra uylardagi yumshoq karvatlarga qip-qizil yopqichlar, g'uva chiroqlar, jirak shakldagi atir gullar bilan bezaldi. To'y ko'yniga kiygan, usti ochiq mashinalarda hashamatlik ko'chirib kelingan opam bir necha oygacha hushini yo'qotib qo'ygan edi. Yasadaq hujralar, mendan kundan kunga jiroqlashayotgan opam. Yolg'iz qolsam tallarim jug'ildaydigan bu uy. Opamning parvosizligi, bexudligi, G'olib akamning yer tegidan mug'ambarlik bilan qarashlari, ansizlik, anzirashlar meni xiyli qiynayotdi. Kunlarning tezroq o'tishini, to'liq o'tirg'i chiqib yotoqliq maktabda o'qishni bakmo orzu qilardim. Gulshan, opingiz sizni tuvanda saqlayotdi. Ishikni chekmayla yotoq uyimga kirgan G'olib akamdan shunda qo'rqib ketdimki, echilib qolgan putlarimni yepishqimi ulgurmay qoldim. U boshdan bo'yi menga sapsalib qaravatgandan keyin mug'ambarlarcha qo'lini sunib, Yuring chiroyli qiz. Tuvanga tushayli. Opingiz saqlayotdi. O'zim turaman. Aqlingizni tushuman. Dut, aqlsiz opamni ichimda ming qatim tilladim. Shunda qilib yot bir opamga umrlik hamroh, menga dada bo'lib qoldi. Uning opam yo'q chaqlarda meni izlaydigan, menga yaqinlashadigan fursatlarni qasddan chiqiradigan minutlari ko'payib qolyotdi. Opam dunyoga kelish oldida turayotgan yangi mehmonni yaxshi ozuqliqlar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan kutishlar bilan ovora edi. Men o'zimni qo'g'dashlar bilan ovora edim. Maktabdan kelibla yotoq ishigimni ilib olatdim. Bu uyda opamsiz qilish men uchun qo'rqinish edi. Men qo'zg'alayotgan kishilardan aeroplanga chiqish vaqti kelganligini bildim. Qabohatlik xiyoldan o'zimni tortib, sabardoshlarimga agishib, aeroplanga chiqish ishigiga qarab menish oldida muallimning singlisi Roziya Hadam bilan telefonda xo'shlashdim. Hada, men qaytdim. Omon bo'linglar. Sözümni davomlashtirolmadim. Oy, bugun menga men demagantingiz-ku. Biz uzitib qo'yamiz degan-ku.
Safiringiz oq yo'lliq bo'lsin. Hammaga muhabbatlik quchog'ingizni oching. Muhabbat hammani oson qiladi. Men telefonni besib etdim. Chunki ularga xo'sh demikim men uchun bek tasga kelgan edi. Esil kishilarning oddiy so'zlarimi jonning oromi edi. Yig'lab kelgan bu makondan yana yig'lab qaytdim. Ko'k osmonda bulutlarga sho'ng'isammi, meni zimin o'z bag'riga tortmoqda. Kel, mening bag'rimga kel deb meni chaqirmoqda. Men tuproqdan qancha qassammi, amalim yo'q edi. Shunga hammani qabul ko'rdim. Sevimlik onamni bag'rimga besib turib, men gunohsiz. Bag'ringni menga ochqin. Bag'ringda uxlag'ili keldi. deb bag'rida oz kunlarimni o'tkazgili. Dadamning qishida mangulik uxlag'ili. Hayot safarimning oxirgi bektiga qarab mangdim.